Шинжаң Шахла Халқара Сауда Чекті Şirketi tajdorligidagi To'xtama To'xti filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik bir avatqini naning atirki desam, asli Shahlo chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alaydı qo'ladi. Qutyar Xalqaro Savdo Chekti Şirketi Qutyar yurish ichimliklari. Ma film haftada bir qism chiqdi. Chiqaveradigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro Savdo Chekti Şirketi ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yob hamro har doim. Parvish Shahlo chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmo asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo chash doktori chash attir javhari. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rostdur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chindidan so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim ben. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ben. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. To'xtama To'xti filmi her shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama To'xti. To'xtama To'xti filmini eng suzuk altını görmekçi bolsanız, bu işkilik kortni skanerlab Subat Abdidalının eng yeni nusxasini tushiring. Rastla chempionlarni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, ondan oylab kelsang, yengam bilan yo'q yuborib kel. Men ashkasaya urs bilan birga o'ynamdim. Xotinni varga qara. Hammani qilasiz. Ko'ra bag'aya, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Kechiring. Hadi. Bilmem. Bu ko'rinishlar sizga intayin tushuniksiz tuyulib berdi. Bu hikoyalarni to'liq tushunmoqchi bo'lsangiz, gapni tunugun shuhrat bilan mening singlim bog'chadan chiqqanki vaqtda boshlaymiz. Ma undidar da'vat bering. Ama Ko'ra bag'aya, qandaroq chiqdim. nima qarayapsiz? Ishimga men sizni sog' salomat akangizni topshirib beraman yaxshisi. Aql. Aka, Longlar, Pek yurib ketdim ebe. yeri esa bir ko'ydigan desang, men bak yurib ketdim. yerga toma, bo'ldi qat tomog'im deganmi? Hey. Ishilgan suyu yo'qmi? Og'zim bak qurib ketdi meni. Ayma egar turbansiz ichsa, Aka, men sop ketgandim. saka toma. Rahmat aka. Hey. Ya bu seni senin qilgan muomalang bilan men bizga qilgan muomalang nimda cho'q farq bor? Akamcha men kichigidan ashta aytvorlaydi, qanda? Voy bo'pti. Yerib ketgan bo'lsang, bo'ldi qat tomog'in. Mening rasmimga qarasizlar. Avo. Azda xayr qolganda. Sen bir kun beri o'ynabsan, raqam qo'ya geçti. Chiroq kasaraya o'g'risi. Xo'sh aka. Hey. Siz qaytqash turgan meni Asad bilan deyishilgan ishim bor. Nim deyishmoqchi to'g'riz men anglaychi. Voy siz qaytavergan men ayrim deydigan gapim bor. Aka, men vaqrotdi. Ya Yana bir vaqra. Ya sen bilan ayrim deyishilgan bir shaxsiy ishda u.
ikkimiz ishga. Voy, men uchun sening nim deyishdiganligingga qattiq qiziqmayman. Bir gap batdi qara. Men bek oldi keyin o'ylashib ketdim. Endi to'xti hozir yo'q degina. Men bu uyga yinkirdim. Dey desam, tixi. Demay desam, tixi. Hey, bu tilingni chaynamay, gap bo'lsa qash degina. Qara menda gap. Men to'xti Sodiq uchimiz bil o'tagan degina. Men qarasam bu Sodiq sal bir binormaldek. Мәзәле сән, әгәр мине тәҗанымыз яхшылап карап булса, мен дейдим. Даданга дә. Әмма валла программасына бек сая кеттим. Мені дөньядагы тутып. Мен басам, кәлбе CCTV'den 6 вакытта чыкты сат. Чолпан риясет чулап кеттим мен. Мында қарасам бір xil көңілі yerimdek bir xil turdi degina. Nima bo'ldi desam, demidek. Men qo'yamdi, mында o'ziniki ko'ngli yerim bo'lib qolgandi deb o'ylashgan. Lekin bak Tumarız ikimiz resim tushgan vaqtda qana resim. Resim tushdi. Yaqin tudum-tumda. Quchoqlama, qulog'ni oldingmi mendan? Naqlama ko'ray. Ketdi bu. Yaqin tudum-tumdami? Ya qara. Mana resim qara. Bu Ya nima juyitsa bu resimni? Şükret. Maaşını ikinci edemdi mi? Bu çıkım anlaşacağım bak. Bir şey kalsın mı gep ha? Hey, Voy ketmasiz ku. menchu musha sizni saqlab turdim. Akam bilan nim deyishdingiz? Menchu musha bir ish borligini bilib qasddan saqlab turdim. Hech nima deyishimdiq. Damsiz demamsiz, bo'lmas akam meni bozaq qildi deyman ha? Voy nimanda vijdoningiz yo'q sizda? Damsiz demamsiz. Voy qarang, akangiz bu ishga aralashmalarga aralashmaylar bo'ldi. Ha, akam aralashmadisam aralashmaysiz, demaysiz shunami? Akamdan baq qo'rqaykansiz ha? Men degan donliq riyosatchimi akangizdan da qo'rqayman. Siz qo'rqmasangiz danga, nim deyishdinglar? Danga? Qarang, ikkimiz bilib tushgan rasm bor-ku. Masala o'sha rasm. Aslida? Ha, qarab boqay-a. Voy, men ajab diqqat qilmabdimmi-na? Shu dal mishada shu. Jon, yuzim bakcho'ng chiqib qopti. Voy. Mana. Ay, bu sizlarning ayliq sestra do'stinglar shu-ku? Ha shu. Endikisi ayolmi? Masala dal mana mishada. Bu uning ayol emas. Do'stingiz taloq qarabdimi? Boshroq gap qiling. Bizdagi qarang. Ishni aniq uqmaymiz-da, shunga. Biz aldirab qaror chiqamaylik. Aralashmaylar bo'ldi. Ha, do'stingiz buzilibdi-a? Ha, buzilibdi. Voy, ya qarang, buzilibdi emas. Ha. Biz ularga bunda qarchaqlasak bo'lmaydi-da. Shunga aralashmaylik. Yo'q, nim deb aralashmaymiz. Biz-chi bu ishni tekshirib tadqiq qilmasak zor bo'lmaydi. Bu qanday tekshirasiz buni? Aralashmasak bo'ldiga ish. O'ylab boqay. Ha, biz-chi do'stingiz ishlagan doktorxonani bilsiz-ku? Ha. Ash doktorxonaning oldiga berib qarab turaylik. Mashqa men bormayman qarang, o'zingiz qilib keling. Baramsiz. Va aralashmaylar bu ishga. Akam aralashmadisizmi, aralashmaysiz. Akamdan qo'rqaysiz shundami? Voy, akangizni kim qo'rqaydi-ki? Baramsiz. Maq. Ha, at bordigan bo'ldik ha. Men kechda o'limizning kinosini ham yoqtirgan. At borgan vaqt cho'shimizdan saqlab turaylik. Nimada kiyadingiz? Shu jim turing. Bu oqamdi bu amalingiz? Voy, oqidi. Cho'qqim oqidi.
Men tapqa amaldımça çatak çıkmaydı. Bu 3 saat olup ketdi, bu faqatlan bir odam ko'midi. Ketaylik bo'ldi. Voy jim tutturing ha. Cho'qqum men degandek bo'ldim. Men ko'rgan kinolarning hammasi-chu. İşte cho'qqum chiqdi. Biroq biz 3 saat saqildik, bu hech bir yo'q. Men mengaveray bo'lmasa. Tutturing. Ana. Chiqdi. Men nima dedim? Men degandek bo'ldi. Qarang. Ketdi. Ta? O'xshayotgan bo'lganda. Bir baqanda. Nima bo'ldi? Eshitma? Bizga ma'ni. Ayaga, sen opam telefon qilmoqdamsa, kunda men telefon qilmayman deydi. Oldin kunda qildi, bir kun qilmagan qilmadi deb. Sen meni o'rnimda qilib qo'yapsiz, qoldirishga deb. Voy degan, unda deganimda, cho'nglab bilsam, pek o'shaydi a. Men sen qarang tushdi, uy kirib qolsam, bir kez uy kirganda o'zida Sevinib qolgandi, cho'nglamasmi? Tamam. Canki ablalarning hammasi mushtaqmidi? Endi to'g'ri tushan. Sen meni o'rnimda qilsa. Gel uzun bakı tamam. Telefon geldi. Voy adash yaxshimi? Adash yaxshimi? Voy yo'lda ko'rsangmi ko'masi silib o'tib ketadigansan teh odamni. Dik gapni qildi ekansan. Hozir Sodiqni qo'ltiqlab ketib qolmamdan. Ay tova digna uydaman va qo'lim durmut ish turibdi oshxonda, so'limni boqishimda. Ami Sodiqchi? Sodiq haqniki jibasini tupimada chiqib ketgan. Uning endiki sen emasmi? Nima? Sodiqning qishida qizolar? Yo'q, adash eshitdim demadim. Yo'q, men xato ko'rib qoldim, hech yo'q. Endi qilar gapni endi. Adash ma'qul emas, men boshqa kun telefon qilay, azroq ishim chiqib qolganda. Ha, ma'qul, xo'sh. Vay. Ya hiç yok. Kanası hiç yok, bırakılmak falan mı? Vay yapma hiç yok. Bu sen nerede bunda attın? Hiç yok oldu. Ben anladım telefonda, soğukan başlarımın diller dedi bu. Vay yapma hatta görüp kalganda o menden korkmay şundan işler kılamda. Oğul şu soğukan kapışkanda mı da? Lekin Kakım bir kadındak yapdimez. Vay yapma arılaşmada böyle Bu iş ketken toğa doktorhan bir baksak olur mu? Oy boldu onda kışın acıdı yok. Oy da bolduklar. Bu işime çok mu iniqlayma. Ben bir bakaya. Hey boldu. Hey bolduk kal. Oğlum, yürekning, mengning quvvati nada? Mana mau yerda. Kanada Jameson yurishlik mahsulotlari yurak menga sog'lomligi uchundir. Jameson yurak mengi yoshartish mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Bo'ldi. Topdim. Nega? A tarafga. Raspamga? Ha? Raspamga? Shunga? Bilmadim, yana bir qitim qarab boqaylik. Ha, endi tutib oldim. Siz kim u? Nima o'xshashga qilsiz? Yana men do'ratsiz-ku? Qarang. Tutaylik. Voy yana siz-ku? Bu yerda nima ish qilasiz? Bu sizning nimangiz? Nima do'raversiz? Siz do'rasiz. Tayoq qilganda agishib qizg'in. Men ma'lum. Qarab beqamaysiz. Mendan nachalik qildi.
Siz zaten ulan nemesi? Sadık menen yeznam. Sadık meni ağinam. Sadık menen... Ayağımın ismi Sadık mıydı? Ha? Ay siz ismini bilmey turib nimachalar kuchay. İmkarınız. Qizal yo'q turdi. Qizal yo'q ku. Qo'layli. Adaş. Men nim dedim, mening o'ylig'imdek bo'ldi. Buzib emas. Adaş maya bir uqishmas qilib qo'yatma gap. Emas, men kuyga kinolarni Adaş ma ishni bir ini qiraydan zan nima tushuntirib kerak. Adaş ma keyin desang ma ish bika yo'g'inab ketadi ma. Yaman qalayim qamab ketadi. Men keyin tushuntirib bir tushuntirib yetadi. Gap qilasan. Aka, Siz yanim chiqasiz hamda. aka siz nima ish qilyapsiz? Keyin deb berasiz. Nimani keyin deb bersiz? Adaş tushuntirib deydi bo'ldi ishlarni. Kepim Adam 100 kilo alamsiz aka? 100 kilo emaydi, men sizni shunchalik deb qo'y. Ko'rganlarimni olmaysiz, urishma. Yo'q, bu yerda to'qima almashmas kerak. Qanday qilib emas, o'z ko'zim ko'rdim. Turgizsak aralashmama degan bu ishqa. Menga aralashmaydim shu sen. Bu kichik bo'lsa, sen bushlamaysan hamda. Bu ishlar o'ylagandek emas. Berib kelgin. Nega aka bas bo'lmaydi borsiz? Nega borsiz? Emas. Aka siz mushtaqsizdamas? Bo'lmaydi aka. Menga tushuntirib. Bo'ldi. Hadi. Boşlanamız rasma. Men sizni keyin tushuntiray. Eğer az da düşündüğüme ketadigan işiniz olsa, menge düşündüm. Boşlanamız mişad ahırlasın. Kechiring. Hadi. Hadi nega? Hadi nega mangil? Hamda razı olunlarmı? Sen erişmek çok neticeymiş mi? Aralashmalar dedim bu işqa. Unutsak bu işler o'ylagandek bundan emas. Shu adaş shu zodi nima ish bo'ldi shu? Qaysi kunimiz bog'cha uchrab qolgan kuni To'xtama to'xt filmimizningki 8-5 qismi chiqqandan keyin nurg'un yaxshi inkaslarni topshirib oldik. Bizni qo'llagan barliq ko'rmanlarga rahmatimizni bildiramiz. Shu vaqtning o'zida bizningki qiyinchiligimizni his qilgan, bizni eng chong qo'llovchimiz Shahla sherkitimi bizni iqtisodiy jihatdan texnik qo'llaydiganligini bildirib, Shahla chash doktorini hamkorlashib setilish faoliyatini yana bir qatim uyushtirganligini bildirdi. Hamda oldingi qatim sistem sababidan ba'zi xaridorlarga biz qulaysizlik yetib keldik. Buning qatta aposoyimiz bu qatim sistema texnik mukammallashtirildi. Bu faoliyatning shakli bo'lsa, ya'ni oldin setib olgan 100 xaridor 58 yuandan, 100 dan 200 bo'lgan xaridor 48 yuandan, 200 dan keyingi barliq xaridorlar 38 yuandan setib oladi. Hamda setib oluvchilarning soni 200 ga yetgandan keyin oldingi 100 dan ichidagi xaridorning 20 yuan puli, 100 dan 200 gacha bo'lgan araliqdagi xaridorning 10 yuan puli qaytarilib, hammalar o'xshashlam 38 yuandan setib oladi. Ya'ni asli bahsi
88 yuan bo'lgan shahla chash doktorini 38 yuandan setib olaydi. Hamda shahla shirkati bizniki mana shunday qiyinchiligimizni tuqqandan keyin hamda az bo'lsin iqtisodiy jihatda bizni qo'llaydiganligini bildirdi hamda shu faoliyatdan kirgan kirimni bizniki filmni suratga ilishimiz uchun ishlatishga beradigan bo'ldi. Albatta hamda jamiyatdami bizdimi bakra qiyinchiligi bor, kishilar nihoyat ko'p. Shuning uchun bizmi shu faoliyatdan kirgan iqtisodniki belgilik bir qismini shunday jamiyatdagi ehtiyoji bor, yordamga muhtoj kishilarga iyon qilmoqchi. Hamda shahla chash doktorini tanlaganınız shu chechingizni asirganingiz hamda to'xtini qo'llaganingiz bo'ldi. Albatta biz hamda majburiy satsak bo'lmaydi bu maqsadni. Shuning uchun ehtiyoji bor ko'rmanlarga tavsiya qilamiz. Hamda sizning ehtiyojingiz bo'lsa, chechingizni asirgan bilan bir vaqtda bizniki to'xti filmimizni texnik qo'llashingizni umid qilamiz. Ham bu faoliyatninki qatnashish shakli bo'lsa, nihoyat oddiy, ya'ni salon izlash adresiga shu Ünlülərninki salon izləş adresiga Shahla Bazar və yoki Shahla deb yazsangızlar chiqadi yoki shu ekrandagi salon ismini kirgizsangiz bo'ladi va yoki ichki kodni skanlash orqali salonga kirgandan keyin salonniki ham astrab o'ng tarafdagi hamkorlashib setilish degan xatni besib ichga kirgandan keyin setilish degan rayondan setib olsangiz bo'ladi. Bizning qo'llig'ingizga rahmat, davomli qo'llashingizni umid qilamiz. Rahmat. Mübarek olsun. Hiçem ketqat. Şu ben aşağıda oylagan kozam yuna alıyordu. Ya düşmeydi. Yigen bir tanesinin tayini yok. Muşbet gidiyorlar. İşsiz kalmayalım. Rolum çıkarmaydı beni. Uma. Bunun buğanın paydası yok. Erkek kığınının paydası yok. Bu ne? Yumuşak mı sapılmaydı bu ne? To'xtatda ya. Qara. Bizde ama royapniki Sabira konzert kapsulu var yine. Ha. Muş kapsulu yiysen, muşunda şu konzert yoğulan dükkan bozkonu yumuştu, kiçilikte piçanlık zehirli, pakiz, heydeli. Ha. Lan muş işler bu diye. Bu muşsuz kalmayın. Günde bir var, 3 tane insan oldu. Böyle. Çakal muşun işsen, hem bunu olsaydı lan. Qiziq chiqmoqda adash. Voy, bo'ldi endi qancha qiziq yer chiqsa bo'ldi. Ya adash, mashqni ko'rishga cho'qim bir qiziq yer chiqmas bo'lmaydi. Voy, qara, biz degan hikoya film, yumor film emas. Ya da hikoya film degan gapni ben chiqib ketdim hozir. Hikoya film degani bilamiz ham emas. Meyli cho'qim qiziq chiqmas bo'lmaydi hozir. Haqni talabi shu hozir. Haqqanda talab qilsin. Yumor film tartganlar nurg'un odamlar bor. Shu kim ko'rsin. Biz hikoya film bo'lgankin, hikoya yumor uchun xizmat bo'lmaydi. Ya unda desam bo'lmaydi, qara. Hozir ko'pchilikning miyaga qo'yayotgan talabi shu. Har nega qarsan shunda otadi adash. Bo'ldi, meni biz cho'qim meyli komediyalar qilsak. Yinik komediya bizdan degan bo'ldimi shu? Va ada yinik ig'rini masisa emas, ada yinik desammi? Ben özellikle çıldırma. Ben sana bilgini alışın gerek. Ya adaş, Ridzor ahirki nesini çıkırdı. Ha? Ya adam meyad Ridzor'un gep bolsun adaş, manda qilsa. Hadi tarashmayli. Biz har qit mashta qilsan kelsan. Hey, nima qildi? Kimga mukofot chiqsin gibi hesab? Acha. Ha. Men degandek bo'lsin. Siley. Ha. Ne qilay? Achchiq yemaydi. Bular. Ya chiqdi. Yine çıktı. Hey. Sizlar bu Quhtiyarninki mukofot chiqishini kutib yurish kelgan qo'msdan. Bunaqa qilsa, undaq o'yinsan unda. Sadıqning nimasi? Men çok Sadıqning yezdim. Şunda feyz var. Hey! Hop! Allah! Çemeni de köyü. Sen de bana! Gidiyorsun mu? İşte sizin ait düşüncesi bir tuygunu verdi. Lekin bu şarkı ilk... Voy, bu diyakam, voy. Neydi sen?
Deytsem. Deytsene. Salomat bo'ling. Ishni qaram, bunday oldigan o'ylab ketdim. Hamda o'g'il Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM app titali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eron saloni, Bog'chon saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Manshama saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchi saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirza saloni va Nur to'rimi rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqatib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.